Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Ushbu video qo'llanmada sizlar bilan birgalikda talaba profilidagi ma'lum bir funksiyalardan qanday foydalanish bo'yicha tanishib chiqamiz. Uning uchun biz birinchi navbatda Xemis platformamizga kirib olishimiz kerak va quyida yozayotgan linkni to'g'ri kiritib olishimiz kerak, ya'ni talaba.tsuv.uz. Ko'pchilik talabalarda yuzaga keladigan muammo mana shu saytni noto'g'ri yozadi, ya'ni xemis.tsuv.uz yoki student.xemis.uz kabi xato linklardan foydalanadi. Bizga to'g'ri link talaba.tsuv.uz. Kirganimizda talaba ID degan bo'lim joyi bor. Ya'ni bizni dekanat tomonidan berilgan talaba IDsini kiritamiz va parolga pasport serial raqamimiz qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa holida yozamiz. Katta harflarda, lotin tilida kiritamiz. Va kirish knopkasini bosamiz va Xemis platformasiga kirganimizda tizimga muvaffaqiyatli kirdingiz. Mana o'ng qo'l pastki tomonda ko'rinadi va sizning parolingiz xavfsizlik talablariga mos emas. Iltimos parolingizni yangilang kabi talab so'raladi. Buning uchun biz Xemis platformamizga yangi parol o'rnatishimiz kerak. Ya'ni pasport serial raqamimiz faqat bir martalik parol vazifasini bajaradi. Ya'ni bir marta kirib yangi parol o'rnatib olishimiz uchun qo'l keladi. Agar biz parolni yangi o'rnatmasdan chiqib ketadigan bo'lsak, tizimga qayta kira olmaymiz. Buning uchun parolni o'zgartirish knopkasiga bosiladi va yangi parol qo'yib o'rnatib olamiz. Va o'zgartirish knopkasini bosamiz va kelasi safar Xemisga kirganimizda shu yangi o'rnatgan parolimiz bilan kirib tizimga kira olamiz. Mana biz parolingiz muvaffaqiyatli o'zgartirildi va Xemis student bo'limiga o'tsak, mana shunaqa oyna hosil bo'ladi. Fan ma'lumotlardan biri chaqiruv qog'ozini olish, ya'ni rasmiy ish joyimizga olib boradigan chaqiruv qog'ozini yuklab olish bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, talaba ma'lumoti degan joy bor. Ya'ni mana talaba ma'lumotini bosib, talaba hujjati bo'limiga o'tamiz. Ya'ni mana talaba hujjatini bosganimizda bizga chaqiruv qog'ozi degan punkti bor. Mana ko'rib turganimizdek, o'sha chaqiruv qog'ozini yuklab olsak, universitet tomonidan qaysi vaqtdan qaysi vaqt oralig'ida dars jarayonlari bo'lishi hammasi ko'rsatilgan. Shu chaqiruv qog'ozini rasmiy ish joyimizga ko'rsatib yuklab olishimiz mumkin.